Surxondaryo farzandi Ikrom Polvon, Ikrom Polvon. Chapqo'rg'onda Qashqadaryo farzandi Chiroqchi, mana shu Ishim Bulobo farzandi Asrar Polvon. 3 karra Osiyo chempioni. Bularning zoti bosh taraf bir marka. Mana shu Tuymasi, Oybek akasi Mahmudxon Nazarxondan bir marka. Asrorjon. Mana shu Qashqadaryomizda ori kelajagi parlaq bo'shib ketgan polvon, mana shu Ikrom polvonni, Bo'ri polvonni hatto halol bosdi. Mana shu olayotgan nor tuyasi, mana shu Fayzulla aka nomidan olayotgan $300 hatto halol, onasida halol. Bitta qasam bo'lsin. Asror bilan tabrik. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kurash berayotgan Oybek akamizga ham katta rahmat. Xudo birlariga ming bersa, to'y bolalar ham katta yigit bo'lsin, elga, yurtga xizmat qiladigan yaxshi yigitlar bo'lsin. Rahmat hammaga. Chalqasdan Qashqadaryo. Ota rahmat. Mana shunday kurashlar elimizda ko'p bo'laversin. Mana shunday ajoyib dargohlarda